akaga ham 480 o'rniga buni qo'ydik. Akaga ham 480 5 ta garikasi bor edi. 1 million 800, 1 million 900, 2 million 200 oyiga yozish boshlagandi. Hamma pensiya shunga ketadi. Qishlag'amini yozilib bekorga yetishmaydi akalar. Xo'p, okam chaqirganlar, mashina kotol turgan ekan, o'zi ham oyiga 3,5 million 4 million yo'q qotgan ekanlar. Ya'ni 6 ta xonaga sistema samatok, hech qanaqa nasos pasos yo'q. O'ni sistema shu registrdan tashkil topgan, hech qanaqa muammo yo'q. Faqat oylik to'lov 3,5 million 4 millionga chiqib ketdi. Xullas, shu katta bahaybat katolni olib tashlab, o'rniga yaxshi ikkala mashina diplomat katoldan qo'yib berdik. 10 talik garlika bilan mashina oluvda ishlaydi. Xudo xolasa, qishda umuman muammo bo'lmaydi. Oylik to'lovlari bir 30-40% ga kamaydi. Bunga biz javob beramiz. Ya'ni qishda ham ular bilan telefonlashib turamiz. Xudo xolasa, ideal qilib muammo bo'lmaganda berdik. Avtomatik filtr filtrlari bilan. Mana bu narsa tiyagani ko'pchilik qo'ymaydi, avtomatik o'chib qo'yadi deyishadi. Mashinasini qo'yish kerak. Negativda yozadi. Mana yamog'i deyishadi. Bu yamog' emas. Bu katol ichidan tortilgan narsa bo'ladi. Ya'ni katol o'zini razmerini ushlab turadi. Ko'p katollarni to'g'ri turib yozib borayotganda katol ishib ketgan. Mashinasi bo'lmagan, ya'ni ichidan tortilmagan hisobiga ishib ketadi. Shuning uchun sifatimizni cho'tga qilib o'rnatib bergan. Xudo xolasa okamni absolut muammo bo'lmaydi. Bugun 28-may kuni suhbatida menga Ramat katolni qo'yib berdi. 1 soat 10 minut ichida isishi yaxshi. Mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Xudo xolasa, ya'ni qilib ishlarni bitkazib beramiz. Qishda ham to'lovlaringiz ancha-muncha kam bo'ladi. Aloqaga chiqib qo'yasizlar.